Qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам Uhud urushida tishini sindirib o'tgan, beshini yerib o'tgan mushuklar qarta beddua qilmadi. Ammo namozni keyni kechiktirib o'tgan mushuklar qarta beddua qildi. Nima uchun? Urush taktikasi insonning tajribasiga tayinadigan ish bo'lg'achqa, uning muayyan ilohiy ko'rsatma bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам bәну yahudilarni Madinaning sirtiga surgun qilish orqali isyonchilarni bosirib, ichki vaziyatni muqimlashtirdi. Shuning bilan birga Madinaning atrofidagi isyonchi qabila, aymoq, jamat va yavoy qaroqchilarga qo'shin tortish orqali Madinaning atrofidagi muqimlikni asli keltirdi. Buni ko'rgan bәну qurәйзә yahudilari payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссаламning oldiga kelib, o'zlarining Madina vasiqasiga amal qilib, xiyonat qilmay yashaydiganligini bildirdi. To'plandan to'g'ach o'g'irlaydigan munofiqlarning zuvanimi besiqib qoladi. Shunda qilib payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссаламning Madinadagi siyosiy o'rni tadrijiy asli kelishga boshlaydi. Xaybarga surgun qilingan bәну yahudilari payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам va sahobalarning Madinadagi siyosiy kuchining kundan kunga yuksalib manganligini ko'rib turolmay qoladi va musulmonlarga qarshi harakat qilishdan faqat to'xtab qolmaydi. Ular 20 kishilik o'mak tashkillab Makka mushriklarning qashiga avatidi va payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам qarshi birlikda urush qilish taklifini beradi. Bu taklif Makka mushriklarga nihoyat yoqdi. Chunki ular bu orqali o'tgan yili Badrdan qaytib kelgan nomusini yo'qotdi. Shuning bilan birga yangi hamkorlashuvchi bilan birlikda urush qilib, xiyolicha payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам va sahobalarni yo'qotdi. Bәну yahudilari Makka mushriklarni ma'qul keltirib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссалам va sahobalarga ichida g'om saqlab yurgan har qaysi qabila va aymoq va jamatlarga birma-bir berib, ularning hammasini payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссалам qarshi o'zlari bilan birlikda urush qilishga ma'qul keltirdi. Shunda qilib bәну yahudilari to'xtamasdan qatrab yurish orqali payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссалам qarshi 12 ming kishilik qo'shin hozirlaydi. Bu son Madinaning cho'ng kichik ayol umumiy nufusidan ko'p son edi. Shundaqla shu davrdagi arab aralığına nisbeten nəhayət zor qoşun idi. Bundaq zor qoşun əgər Mədinəyə besib kirib qalsa, Mədinədəki müsəlmanların mövcudluğunu təsəvvür qılğılı olmaydı. Şunda qılıb bu 12 min kişilik qoşun Mədinəyə qarab Peyğəmbərimiz Mухәммәд әләйһиссалам və müsəlmanlarını yoxutish üçün yolğa çıxdı. Qoşunun baş komandanı Əbu Sufyan bo'ladi. Bu xəbər Peyğəmbərimiz Mухәммәد әләйһисsalamğa yetib keldi. Peyğəmbərimiz Mухәммәد әләйһисsalam ciddi sahabelərinin çoğlarını toplab ləşkəri məsləhət elib bardı. Sahabelər arasında xeyli uzunğaça dəhtalaş və məsləhətlər bo'ladi. Ondan keyin İranlıq Salman Farisi deyilən sahabe bundaq bir yeni tədbirini o'ttirib qo'ydi. Ey Allah'ın elçisi, biz İranda sanımız az, düşmanın sanı köp, şəhərə basırıb kiriş ehtimali bolsa, düşman basırıb kiradigan tərəfinin həmməsini xəndək qolaytdıq. Bu arqalıq ularning şəhərə basırıb kirişinin oldunu alatdıq. Bu qatımı düşmanın sanı köp ekan, bizim sanımız az. Şunun üçün ularning Mədinəyə basırıb kirişinin oldunu alish üçün ular kiralaydigan tərəfə xəndək qolaylı deydi. Bu tədbirini ərəblər anlab baxmagan idi. Peyğəmbərimiz Mухәммәд әләйһиссалам bu tədbirini təfsili anlagandan keyin bunu münasib görüb dərhal sahabelərə Mədinənin qərbidən şərqigəçə bolğan düşmanlar besib kiralaydigan tərəfə xəndək qolashqa buyruq qiladi. Bu kengashda biz ügünishga tegishli nihoyat muhim bir nuqta bor. U bo'lsa, payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам bu zo'r qo'shinning Madinaga bostirib kirishining oldini olish uchun qo'llanmoqchi bo'lgan usuli bo'lsa, majusiylarning, ya'ni otashparastlarning urushdagi usuli. Ya'ni payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссалам bu urushda otashparastlarning urush usulini qo'llandi. Demak, urush usuli zaman va makon qarab o'zgaradiganligi, sharoit qarab kimning usuli, kimning taktikasi munosib bo'lsa, uni qo'llansa bo'ladiganligi. Urush taktikasi insonning tajribasiga tayinadigan ish bo'lg'achqa, uning muayyan ilohiy ko'rsatma bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Xuddi payg'ambarimiz Mухәммәд әләйһиссалам bu urushda İranlıq majusiylarning urush taktikasini qo'llanganga o'xshash. Shunda qilib payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссаlamning buyrug'i bilan sahobalar qo'l-qo'l tutish qilib xəndək qolashqa boshlaydi. Har bir sahobaga taxminan 30 metrga taqsim bo'ladi. Payg'ambarimiz Mухәммәد әләйһиссалам bu xəndək qolashqa o'zi bevosita qatnashadi. Sahobalar o'zaro she'r o'qishib, nihoyat ruhli holda xəndək qolaydi. Bu yili qirishqandek ocharchilik yili bo'lgan bo'lib, sahobalarning qursiga ichib ketsimi, ular qursaqlarga toshni tingib qo'yib, xəndək qolashni to'xtatmaydi. Ular muntazam holda kech-kunduz navbatlashib ishlab 15 kunda uzunluğu 5 kilometr, xəndəkning eng keng yeri 9 metr, eng tor yeri 5 metr, cho'nqurligi 3 metr keladigan Madinaning g'arbidan sharqigacha suzilgan bu xəndəkni saq 15 kunda puttirdi. Ular xəndəkni puttirib turishiga tajovuzchi qo'shini yetib keldi. Ular xəndəkni ko'rib nihoyat hayron qoladi. Chunki arablar xəndəkni ko'rib boqmagan edi. Shuning uchun ular buning qarta hech qanday tadbirlar kelmagan edi. Yana kelib sahobalar xəndəkdan chiqqan to'pini o'zi tarafga chiqarib, nihoyat mustahkam mudofaa tema hosil qilgan edi va ular uning keyinda o'qiyalarini taqlab turadi. Mushriklar xəndəkdan o'tishni urinib baqsimi o'tolmaydi. Ular xəndəkning eng tayini izlab xəndəkni bo'ylab ochchab turadi. Xəndəkning eng tayiri 5 metr keladi. Shuning uchun ular yana o'tolmaydi. Har qancha urinib baqsimi otlari xəndəkka tushib ketadi. Bir qancha mushrik tog'ning tuyidagi eng tayiridan nihoyat qaramliq bilan etini sakratib o'tadi. Buni ko'rgan Hazrat Ali bir qancha sahobalarni boshlab berib, ularni qorshab oladi va ularni o'zlari sakrab o'tgan tayaga qistaydi. Ularning ichidagi nihoyat qaram mushrik bo'lgan Amr ibn Abduddar yakma-yak elishayli deydi. Hazrat Ali qo'rqib qachasanmiki deydi. Amr ibn Abduddar etidan sakragunicha etining putini kesib o'tib,
Əmdikilər deydi. Hazreti Ali bilan Amr ibn Abduddar nəhayət qattiq ilişidi. Axırı Hazreti Ali Amr ibn Abduddarning boynini üzüb etdi. Amr ibn Abduddarning boynining üzülüb tushganini ko'rgan hamrohlari o'zlarini keyniga yenib xəndəkka atadi. Birisining bo'yni sunadi, yana birisining beli sunadi. Shunday qilib ular xəndəkdan chiqa olmaydi. Hazreti Ali bu yerga sahobalarni turg'izib, xəndəkning ojiz nuqtalaridagi mudofaani texmi kuchaytirdi. Mushuklar musulmonlarga qarata o'qiya atadi. Musulmonlarmi mushuklarga qarata o'qiya etib, o'zaro nəhayət shiddatli jang bo'ladi. Mushuklar xəndəkni besib o'tish uchun shut qo'yib baqidi. Tuf toshqizib baqidi. Lekin musulmonlar nəhayət sezgulik bilan turib, ularga o'qiya etib, ularni keyniga chekindirdi. Ularning orasidagi urush bir qancha kun davomlashadi. Mushuklar xəndəkdan o'tish uchun bir qancha usullarning hammasini sinab baqidi. Musulmonlar mudofiadan bir minutmi ayrilmay ularga to'xtamay o'qiya etib, ularni keyniga chekindirdi. Bir kuni ular peshim namozini tortib, xubtam namoziga qadar namozlarning hammasini o'qiy olmaydi. Ya'ni qazo bo'ladi. Xubtamdan keyin namozlarning hammasini yig'ib o'qiydi va namozning qazo bo'lishiga sababchi bo'lgan mushriklarga badduo qiladi. Qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Mmuһәммәд alayhissalom Uhud urushida tishini sindirib atgan, beshini yerib atgan mushriklarga qarata badduo qilmadi. Ammo namozni keyinga kechiktirib atgan mushriklarga qarata badduo qildi. Nima uchun? Chunki masala aziyat va qiyinchiliklar shaxsga bo'lgan vaqtida payg'ambarimiz Mmuһәммәд alayhissalom uningga sabr qiladi. Ammo ziyonkashlik, dinga, ibodatga bo'lgan vaqtida payg'ambarimiz Mmuһәммәд alayhissalom uningga chidab tura olmaydi. Shunda qilib mushriklar bilan musulmonlar o'rtasidagi jang bir qancha kun davomlashadi. Lekin mushriklar o'tolmaydi. Tajovuzchi qo'shin oxiri xandakni bosib o'tib Madinaga besib kirolmaydiganlikka ko'z yetadi. Shuning uchun musulmonlarga keyindan, ya'ni Madinaning ichidan hujum qilishni planlaydi. Bu planni amalga oshirishda Bәну yahudilarining kattaveshi bo'lgan Huyay ibn Axtab odam noida test o'tkazib bo'lgan vodilarni kechib Madinaning boshqa bir tarafidan Madinaning ichiga kiradi va Bani Qurayzə yahudilarining kattaveshi bo'lgan Ka'b ibn Asadning uyiga keladi. Ka'b ibn Asad Huyay ibn Axtabni ko'rib ishni ochqil unmaydi. Bizning Muhammad bilan ahdimiz va xiloflik qilsak bo'lmaydi deb uning bilan kurashni rad qiladi. Lekin Huyay ibn Axtab men senga noit cho'ng bir fursat va cho'ng izzat bilan keldim. Gapni bir anglab boq deb uningga yolg'on yovdaq gaplarni qilish orqali ishini ochqizadi. Shunda qilib Ka'b ibn Asad ishini ochadi va uning bilan paranglashadi. Huyay ibn Axtab Ka'b ibn Asadga biz bu qatim Muhammadni yo'qotish uchun 12 ming kishilik qo'shin bilan keldik. Lekin bular xandak bo'lib biz o'ylamagan ishni birini qilibdi. Shuning uchun besib kirolmay qoldik. Sizlar bizga ichidan maslahatsanglar, ya'ni sizlar Muhammadning hamrohlarining bola chaqalariga hujum qilsanglar, xandak to'yda mudofaa turayotgan kishilar keyniga chekinadi. Shuning bilan biz besib kiralaymaymiz deydi. Ka'b ibn Asad Huyay ibn Axtabning gapini anglagandan keyin bu qatim Muhammadni rasul yo'qtalgudakmiz deb niyati buzildi va ular bilan hamkorlashishga ma'qul bo'ladi. Shunda qilib Madinaga besib kelgan tajovuzchi qo'shinga Madinaning ichidagi Bani Qurayzə yahudilari qo'shilib, kofirlarning hammasi bir saf bo'lib musulmonlarga qarshi saf tuzdi. Shuning uchun bu urush Ahzab urushi, ya'ni kofirlardagi har xil firqalarning hammasi musulmonlarga qarshi bir saf tuzgan guruhlar urushi deb ataladi. Bani Qurayzə yahudilari deyishgani bo'yicha Madinaning ichiga hujum qilish uchun, Madinaning ichida mudofaa bormi yo'q, uni bilib beqish uchun old bilan bir payloqchisini Yahudi payloqchi Madinaning ichida ot chaptirish orqali Madinaning hammasini ko'zladi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hammasi Safiya bint Abdul Muttalib bu payloqchi Yahudini ko'rib qoladi. Ahvol chataq. Yahudilar bizga hujum qilmoqchi ekan deb qo'liga bir tal cho'moqni olib, maxfiy holda u Yahudining keynidan berib, uning beshiga urib, uni o'ldirib etadi. Safiya bint Abdul Muttalibning bu harakati nihoyat dal vaqtida joyida olib berilgan harakat bo'lib, har bir musulmon qizlarning bola chaqalarini qo'g'dashda o'rganishga tegishli ulgu bo'la oladi. Bani Qurayzə yahudilari payloqchisining o'ldirilganligini bilib, Madinaning ichida mudofaa bor ekan deb urush qilish niyatidan yanadi. Lekin ular tajovuz qo'shinga tugi-tugilarga besib, qurol-yaroq va uzuqliq avatadi. Sahobalar ularning dushman qo'shiniga yordam tashiyotgan 20 tugisini qo'lga tushib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu ahvoldan xabar topgandan keyin Bani Qurayzə yahudilarining ahdini buzganligini his qilib, darhol Sa'id ibn Muaz va Sa'id ibn Ubada qatorliq bir qancha sahobalarni ahvolni o'qib beqishga avatadi. Va ularga agar ular ahdini buzgan bo'lsa, menga oshkor demay ishorat orqali, boshqa gap orqali maxfiy danglar deydi. Sa'id ibn Muaz, Sa'id ibn Ubada Bani Qurayzə yahudining mahallasiga barabamayla ularning ahdini buzganligi va musulmonlarga qarshi urushga tayyorlanayotganligini ko'radi. Va darhol keyniga yenib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ishorat bilan ularning ahdini buzganligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Banu Qurayzaning bu xiyonatini shuncha maxfiy tutgan bo'lsa-mu, mudofaa turayotgan sahobalar uni bilib qoladi. Sahobalarning ko'z oldida ajoyib vahimalik va qo'rqinchli fojia namoyon bo'ladi. Chunki ularning oldida cho'mildek dushman Madinaga bostirib kirish oldida turadi. Keyinda bo'lsa oil tavobatlari va bolalar yahudilarga yam bo'lish oldida turadi. Agar mudofaadan chekinsalar, tajovuzchi qo'shin Madinaga bostirib kiradi. Bu sahobalarga nisbatan tarixdagi eng qo'rqinchli payt hisoblanadi. Sahobalarning yuragi ig'zi qoplashib qoladi. Nima ish qilishni bilolmay qoladi. Shundaqlar ruhiyati tushadi. Hatto ba'zi sahobalar Alloh haqida gumonga tushadi. Muhammadning elib kelgan dini haqiqat dinmi? Alloh rasli mavjudmi? Nima uchun biz uningga ishonsak, buncha qiyin ahvolda amalsiz holda qolamiz? Yana bir bo'lak sahobalar, ey Allohning elchisi, bizning uyimiz ochiq edi, ya'ni eshiklar taqimoqliq edi. Yahudilar besib kirsa bizning bola chaqalarimizning hammasi o'ldiriladi. Shunga bizga ruxsat bergan deb uyga qaytadi. Ba'zi munofiqlar uch holda o'tirib tushib, Muhammad bizni aldabdi. Buning ilohiy bizga yordam bermaydi ekan deydi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam o nima ish qilarini bilolmay xiyolga patadi. Birda vaqt o'tgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allohu akbar deb o'rnidan dast turdi va sahobalarga Alloh taolo bizga bu urushda yordam beradiganligini va'da qildi. Biz bu urushda chuqur g'alaba qilamiz deydi. Va sahobalarning cho'nglarini darhol to'plab navbatdagi jiddiy vaziyat haqida muzokara olib boradi. Qaranglar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Alloh taolo uningga yordam beradiganligini xabar qilgandan keyin Alloh bizga yordam qildi ekan deb xiyoli yurmasdan darhol sahobalarni to'plab jiddiy maslahat va kengash olib boradi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalar bilan maslahatlashgandan keyin bir qism sahobalarni Madinani muhofazat qilishga avatidi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Alloh taolo menga g'alaba bilan bishorat berdi deb hech qanday harakat va sabab qilmasdan o'ltamasdan dushmanning kuchini parchlash haqida nihoyat ko'p o'ylanadi. Oxiri tajovuz qo'shini ichidagi eng kuchli bo'lgan G'atban qabilasini parchalab o'tish uchun ularning ichidagi eng kuchli bo'lgan G'atban qabilasiga Madinaning mevjud va xurmalining 3ning birini har yili ularga berish badaliga qaytib ketish taklifini sunmoqchi bo'ladi. Va bu fikrni tunji qatim Madinaning bosh vakillari bo'lgan Aws qabilasining boshlig'i Sa'id ibn Muaz, Xazraj qabilasining boshlig'i Sa'id ibn Ubadaga saladi. Sa'id ibn Muaz va Sa'id ibn Ubada Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning bu fikrini anglagandan keyin: "Ey Allohning elchisi, agar bu fikr sana Allohdan kelgan vahiy bo'lsa, biz shartsiz itoat qilamiz. Agar bu sening shaxsiy fikring bo'lsa, biz bunga qo'shilmaymiz." Ular biz mushrik vaqtimizda bizning mevjudlarimizni, xormimizni pul sanab oladi. Endi biz Allohga ishonib musulmon bo'lganda bo'lsa, ularga haqsiz bikoga beramizmi? Ularga qilish beramiz deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularga bu mening shaxsiy qarashim deb o'zining bu uyidan voz kechdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning bu taklifi dushman tajovuz qo'shinigacha yetib boradi. Ya'ni Muhammed G'atban qabilasiga Madinaning mevjud va xormalining 3ning birini berish badaliga G'atban qabilasi bizdan ayrilmoqchi bo'pti degan xabar tarqaladi. Bu xabar tajovuzchi qo'shin ishida ishonchsizlik paydo qilib, ularning saflarida davolg'ish paydo qiladi. Ba'zi olimlar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu fikrni o'tirib qo'yishda siyosiy kurash ilib berishni maqsad qilgan. Ya'ni bu fikrning taqilib dushman qo'shiniga yetib berib, ularning ichida ishonchsizlik paydo qilib, saflarda davolg'ish paydo qilish uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu gapni o'tirib qo'ygan deb qaraydi. Qarab baqadigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam urush taktikasida bo'lsin, yoki siyosiy kurash yoki tashviqot kurashida bo'lsin, oldidan buni sahobalarga maslahat soldi. Ko'p sonliq sahobalar bundan qarshi kelsa, "Men payg'ambar, menga Allohdan vahiy keladi" demasdan o'zining fikridan voz kechdi. O'ylab baqadigan bo'lsak, Alloh taolo Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga vahiy qilish orqali eng to'g'ri yo'lni, eng to'g'ri usulni, eng to'g'ri taktikani bildirishga qodir edi. Lekin Alloh taolo unda qilmadi. Nima uchun? Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam o'zining keng keldigan musulmonlarga ulgu bo'lish uchun, bizga kengash axloqini o'rgatish uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarga maslahat solish orqali Alloh taolo ularga g'alaba yo'lini ko'rsatdi. Gapimiz qaytib kelsak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dushman kuchini parchlash haqida o'ylayotgan mushu paytda Alloh taolo o'zining va'da qilgan yordamini avatdi. Ya'ni shu vaqtning o'zida G'atban qabilasidan bir odam Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning yoniga keladi. "Ey Allohning elchisi, men bugun musulmon bo'ldim. Mening musulmon bo'lganligimni qo'shindagilar bilmaydi. Meni o'zing xalab bir ish sog'ayin" deydi. Hidoyat Allohning qo'lida. Mana shunday muhim paylarda dushman ichidan ma'lum bir odamning qalbiga hidoyat nuri tashlash orqali Alloh taolo o'zining va'dasini ishga oshirmoqchi bo'lgan edi. Bu odamning ismi Nuaym ibn Mas'ud bo'lib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Nuaymga: "Ey Nuaym, sen hozir bizga nisbatan nihoyat muhim bir odam. Sen qanday qilsan qilib bu tajovuz qo'shinining kuchini parchala, ularni qaytarib ber" deydi. Nuaym: "Bo'ladi ey Rasululloh" deb shu yerdan chiqib, udul bәну qurəйзə yəhudilarining qashiga boradi. Nuaym savdogar odam bo'lg'achqa, bәну qurəйзə yəhudilari uni nihoyat yaxshi tunuydi va munosabati nihoyat quyuq edi. Nuaym ularning qashiga berib, "Sizlarni obdan tunaysizlar, munosabatimizning qanday ekanligini obdan bilasizlar. Men sizlarga kuyunib bir gapni qilg'ili keldim. Sizlar bu urushda bizga yordam berdinglar. Lekin sizlar mundaq bir nuqtani o'ylab baqdinglarmi? Biz Makka va Makkaning atrofidan keldik. Sizlar bo'lsa shu Madinaning ichida. Agar ta'limimiz kelib, g'alaba qilsak, g'alaba qildik. Agar mag'lub bo'lib qolsak, biz o'zimizning yurtiga ketamiz. Sizlar bo'lsa yana shu Madinani qilib qolasizlar. Muhammadning bәну nazri yahudiylarni qanday qilganligini ko'rdinglar. Agar mag'lub bo'lib qolsak, Muhammad sizlarni hargiz bosh qo'yatmaydi. Sizlar buni faqat o'ylamadinglar" deydi. Bәну qurəйзə yahudilari bu tarafini faqat o'ylamagan edi. Ular Nuaymning gapini anglab put qo'llari siqrashqa boshlaydi. Va ular: "Ey Nuaym, nihoyat to'g'ri deding. Biz bu tarafini o'ylamabdik. Qani aytqina, qanday qilsak bo'ladi" deydi. Nuaym ularga: "Sizlar old bilan bu urush qatnashish uchun Makka mushriklariga odam avatib, ulardan eng nupuzli odamlardan 70 ni talab qilinglar. Sizlarga ra'no qo'ysin. Muhammadni yo'qotmoqcha u odamni qaytarib bermanglar. Mushunda qilsanglar, o'zinglarning bexatarligini kapolatga ega qilgan bo'lasizlar. Agar bunday qilmasanglar, ular keyniga chekinib ketsa, sizlar yana Muhammad bilan birga qilib qolasizlar. U sizlardan qisos oladi" deydi. Bәну qurəйзə yahudilari: "To'g'ri aytding. Biz ishni xam qildik. Biz shunda qilaylik. Ulardan ran talab qilaylik. Bo'lmasa biz bu urushga qatnashmaylik" deydi. Nuaym Bәну qurəйзə yahudilarining yenidan chiqib, udul dushman qo'shiniga qaytdi va dushman qo'shinining cho'nglarini yaniga kelib, "Men Madinaga borib mundaq bir ahvolni o'qib keldim. Bәну qurəйзə yahudilari Muhammadga qilgan xiyonatiga pushmon qilibdi. Ular bu gunohini yuyish uchun bizdan 70 nafar nupuzli kishini Muhammadga topshirib berishga ma'qul bo'libdi. Shunga ular bizdan ra'ni sifatida 70 odamni talab qilmoqchi ekan" deydi. Tajovuz qo'shinining cho'nglari Nuaymning gapini anglagandan keyin, "Biz bu ishni darhol bitirib qilishimiz kerak" deb qurəйзə
YAHUDILARغA tövəndikidək xət əvətidir. Biz bu joyda turayotqanı uzun bo'ldi. Oyoqlarimiz teshib ketdi. Uzuq-tulugimiz tugashga boshladi. Uloqlarimiz o'lib ketyapti. Shuning uchun bugun kecha sizlarmi tayyor bo'linglar? Bizmi tayyor bo'lamiz? Muhammadga keng ko'lamli urush qo'zg'ab, ikki tarafdan hujum qilib uni yo'qotayli deydi. Qurayzə YAHUDILAR xətni topshirib olgandan keyin, bilasizlar, bugun shanba kuni qilgan urushlarimizning hammasida talafotga uchrab keldik. Shuning uchun biz bugun urush qilmaymiz. At urush qilamiz. Ammo at urush qilishimiz uchun sizlar bizga 70 nafar nüfuzli odamlarni ra'ni qo'yishinglar kerak. Agar bizga ra'ni qo'ymasanglar, sizlar bilan hamkorlashib bu urushni qilmaymiz deydi. Tajovuz qo'shinining cho'nglari ulardan bu javobni olgandan keyin, Nuaymning bergan uchuri to'g'ri ekan. Ular bizni ra'ni talab qilgan bo'lib, odamlarimizni Muhammadga topshirib berish orqali gunohini yumoqchi bo'libdi deb ikki ittifoqdoshning o'tirisi buzildi. Sahobalar bo'lsa Allohga yolvorib duo qilishga boshlaydi. Ey Alloh, kamchiliklarimizni yopqin. Qalbimizga qo'rqinishni ko'tarib etgin. Dushman qo'shinini mag'lub qilgin va ularning orasiga ixtilof solgin deb duo qiladi. Shunda qilib mushuklar orasidagi ixtilof va ishonchsizlik taraqqiy qiladi. Shu kechasi nihoyat qattiq sovuq shamol chiqib, ularning tiklagan chedirlarining hammasini uchirib o'tadi. Bu hijratning 5-yili 11-oy, ya'ni Zulqa'da oyi bo'lg'achqa havo nihoyat sovuq edi. Tajovuzchi qo'shin orasidagi ixtilofning taraqqiy qilishi va Madinaning ichidagi ittifoqdoshi bo'lgan bәну qurәйзә yahudilarining keyniga yana o'lishi va sovuq shamol chiqib, ularning chedirini uchib o'tishi qatorliq orqa-marqa kelgan talafotlar tufayli ularning irodasi bo'shab ketadi. Ular qayta chedir tikib Muhammad alayhisalom qarshi urush qilish niyatini yanadi. Chunki ular Madinani muhosara qilayotgani 45 kun bo'lgan bo'lib, uzuq-tuluqlari tugashga boshlagan edi. Shunda qilib mushriklar hijratning 5-yili 10-oydan hijratning 5-yili 11-oy, ya'ni Zulqa'daning 23-kunigacha 45 kun Madinani muhosara qilgandan keyin amalsiz qaytishga majbur bo'ladi. Bu xəndək urushi, Qur'on tilida aytgan vaqtimizda Ahzab urushi sahobalarni imtihon qilgan nihoyat cho'ng bir siyosiy maydon bo'lib, butun jahon ahliga Yahudi va Arab mushrik qabilalarining hammasi birlashib, bundan keyin musulmonlarni yo'qotolmaydi degan signalni beradi. Bu urushda musulmonlardan faqat 6 nafar sahoba shahid bo'ladi va bir qancha sahobalar yaralanadi. Ig'ir yaralangan sahobalarning ichida Aws qabilasining boshlig'i Sa'id ibn Muazmi bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning chekinganini ko'rib, bundan keyin ular bizga qo'shin tortolmaydi. Endi biz qo'shin tortamiz. Ular bizga urush ocholmaydi, endi biz urush ochamiz deydi. Chunki bundaq zo'r ko'lamli qo'shin Arab oralida musulmonlarga qarshi ikkinchi qatim yana birlik qilishi nihoyat tas edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va sahobalar xəndək to'ydan Madinaga qaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom peshin vaqtida uyga kirib, qurol yaroqlarini qo'yishiga Jibril alayhissalom kelib, "Ey Muhammad, farishtalar texi qurol yaroqlarini qo'ymadi. Qo'lingga qurolni ol, bani qurayzə yahudilariga qarshi urush qil" deb buyruq qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom darhol farmon chiqarib, qandaq bir odam menga ishonadi ekan, darhol banu qurayzaga qarab yo'lga chiqsin. Asr namozini banu qurayza mahallasiga ko'rib o'qisin deydi. Va bayroqni Hazrat Aliga tutqizib, bir bo'lib qo'shin bilan banu qurayza mahallasiga mang'izib o'tadi. Taraf-tarafdan ansar va muhojir sahobalar qaytadan to'planishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 3000 kishilik qo'shin bilan banu qurayza yahudilarining mahallasiga qarab yo'lga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu xoin banu qurayza yahudilariga qarta qandaq urush olib boradi, qandaq jazo beradi. Buning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki dersizlar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan